هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Al-A'raf tefsiri 57. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diqqatinizlarga İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi A'raf suresinin 57. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ın rahmeti, yani yağmur meydana kelish oldida Allah bisharat chiqilib shamollarni evatidi. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'targan chaqda ularni o'lik, ya'ni qog'jirab yotgan giyosiz joylarga surimiz. Uningdan yağmur yog'dirib turlik meyvelarni chiqaramiz. Ibrat elishinglar uchun zamindan meyvelarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlaridan chiqaramiz. Munbat yerning giyosi Allohning izni bilan to'liq unidi. Bu va'z nasihatga quloq silib, uningdan foydalanadigan mu'minning misolidir. Nachar yerning giyosi oz o'sidi. Bu va'z nasihatdan foydalanmaydigan kofirning misolidir. Şükür qiladigan qavm uchun oyatlarimizni shundoq shakllarda bayon qilamiz. Yağmurlarning yog'dirilishi va mevalarning chiqarilishi Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan ekanligi to'g'risida. Alloh taolo yuqorida o'zining osmon zaminlarni yaratganligini va o'zining hamma narsani idora qilg'uchi, hukm qilg'uchi, o'rinlashtirg'uchi va bo'ysundirg'uchi ekanligini bayon qilib, o'zining yuqoridagi sifatlarga ega bo'lganligi uchun bir narsa so'ramoqchi bo'lganda faqat o'zidan so'rashga buyurgan edi. Endi bu yerda o'zining rizq berguchi va qiyomat kuni o'liklarni qayta tirildirguchi zot ekanligini bayon qilib mundoq dedi. Allohning rahmati, ya'ni yağmur maydonga kelish oldida Allah bisharatchi qilib shamollarni avatadi. Allah Taala bu vaqtda mundoq deydi. Allohning sizlarga o'zining rahmatini tetitishi uchun amri bo'yicha kemalarni dengizlarda mangdirish uchun, o'zining marhamatidan tilishinglar uchun, shukr qilishinglar uchun shamollarni yağmur bilan xo'sh xabar berguchi qilib avatishi Allohning kamoli qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ular yağmurning yig'ishidan umidsizlangandan keyin Allah yağmur yog'dirib berdi. Rahmetini yaydı. Allah hammaning egisidir, madhiyaga loyiqdir. Allah'ның rahmetining natijalariga qarag'inki, u zaminni o'lgandan keyin qandoq terildirdi? Shubhisizki Allah haqiqatan o'liklarni terildirguchidir. Allah hamma narsaga qodirdir. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'targan chaqda ularni o'lik, ya'ni qog'jirab yotgan giyosiz joylarga surimiz. Ya'ni suvning jiqliqidan, ig'irliqidan yer yuziga qarab pastlab ketgan bulutlarni shamollar ko'targan chaqda suvsizlikdan qog'jirab unumsiz qolgan yerlarga surimiz. Alloh taolo bu vaqtda mundoq deydi. O'lik, ya'ni qurg'oq zaminni yağmur bilan terildirib, uningdan ular yeydigan ochliqni o'stirganligimiz ularga Allohning qudrati
kamiləsini göstərdiğən alametdir. Onundan yağmur yağdırıp türlük meyvelerini çıkarımız. İbret ilişinler üçün ziminden meyvelerini çıkarğandek kıyamette ölüklerini kabirlerden çıkarımız. Yani biz qağjırğan ziminlarını yağmur evetip terildirgenimizdek çirip parçalanıp ketken cesetlerini kıyamet günü qayta terildirimiz. Kıyamet günü Allah Teala 40 gün yağmur yağdırdı. Şunun bilen xuddi dan bıxlanıp ziminden önüp çıqqandek cesetlerimi kabirlerden önüp çıkıdı. Kur'an'da qurğaq ziminga yağmur yağdırıp o ziminni qayta yaşartqanidek kıyamet günü ölüklerini qayta terildirdiğanlıqı haqqında kelgen ayetler nihayet köptür. Allah Teala ölük ziminni yağmur bilen yaşartadiganlıqı bilen kıyametning boladiganligiga misal keltirdi. Şuna ibret ilişinlar üçün ziminden meyvelerini çıkarğandek kıyamette ölüklerini kabirlerden çıkarmayız dedi. Munbet yerinin giyası Allah'ın izni bilen toluq ünüdü. Bu vazi nəsiyyətki kulaq silip onundan faydalanadigan müminning misalidir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Onu obdan östürdü. Naçar yerinin giyası az ösüdü. Bu vazi nəsiyyətdən faydalanmaydigan kafirning misalidir. Bu haqda İmam Buxari Ebu Musa radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala'nın men arqılıq bendilerge əvətgən hidayet ve ilmi xuddi ziminga yaqqan yağmurga o'xshaydi. Allah Teala'nın men arqılıq bendilerge əvətgən hidayet ve ilmi xuddi ziminga yaqqan yağmurga o'xshaydi. Ziminde bir kısım munbet yerler bulup, yağmurunun yığışı bilen bu yerlerden türlük ösümlük ve ziraatler ünüp çıkıdı. Yani bir kısım yerler su sığmaz, bez yerler bulup, bu yerler yaqqan yağmurunu yığıp özede saklaydı. Kişiler bu sudun içidi. Ziraatlerini soğurdu. Hayvan namı bu su bilen soğuruldu. Yani bir kısım yerler şorluq, tetir yerler bulup, bu yerler yaqqan yağmurlardan ya ziraat öndürmeydi, ya ki suyunu özüge saklayalmaydı. Birinci ve ikinci xil yerinin misali Allah Teala'nın dinide alim bolğan ve Allah Teala men arqılıq əvətgən nərsilərdən faydalanğan, ügengen ve kişilerimi ügetken kişilerin misalıdır. Üçüncüsü Allah Teala men arqılıq əvətgən ilimge pisand qılmağan ve men arqılıq əvətilgen Allah Teala'nın hidayetini qabul qılmağan kişilerin misalıdır. En şek şübhisiz ki Nuh'ni öz kavmiga peygamber qilib əvətdi. U, ey qavmim, Allah'a ibadet qılanglar. Sizlarga Allah'tan başqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning büyük günning, yani qiyomat günning azobi qilishinglardan qo'rqaman dedi. Qavmning cho'nglari, biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz dedi. Nuh aytdi. Ey qavmim, men qilchimi gumroh emasman. Lekin men olamlarning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Robbimning elchiligini yetkazman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Nuh alayhissalom va uning qavmining qissasi to'g'risida Allah Teala bu suyurning 5'ida Adem aleyhisselamның qissasini ve onun münasebetlik işlerini bayan kılgan idi.
endi bu yerda payg'ambarlarning qissasini bayon qilib, tunji payg'ambar Nuh alayhissalomning qissasidan boshladi. Chunki Nuh alayhissalom Odam alayhissalomdan keyin insonlarga avatilgan tunji payg'ambardir. Muhammad ibn Ishoq va uningdan boshqa nasab shunos olimlarning deyishicha, Nuh alayhissalomning cho'ng dadisining dadisi İdris alayhissalom bo'lib, u tunji qitim qalam bilan xat yozgan kishidir. İdris alayhissalom Odam alayhissalomning 6-chi avlodidir. İbn Abbas va uningdan boshqa tafsir shunos olimlar butlarga ibodat qilishning kelib chiqishi haqida mundaq deydi. Bir turkum taqvodor yaxshi kishilar o'tgan bo'lib, ular o'lib ketgandan keyin ularning avlodlari ularni o'zlariga ulgi qilish maqsadida ularning hayotini va ularning qilgan ibodatlarini eslab turish uchun ularga atab masjid silib, masjidning tomlariga shu kishilarning suratlarini sizishgan. Zamonlarning o'tishi bilan shu suratlarni haykallashtirgan. Yana bir zamondan keyin shu haykallarga ibodat qilishga boshlab, u haykallarni shu o'lib ketgan taqvodor ajdodlarining Hudda, Suaa, Yag'usa, Yauqa va Nasira degan ismlari bilan atashgan. Butlarga ibodat qilish chekiga yetganda Alloh taolo payg'ambari Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib avatgan. Shuning bilan Nuh alayhissalom ularni shirki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirib mundaq dedi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobi qilishinglardan qo'rqaman." Qavmning cho'nglari: "Biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz" dedi. Ya'ni qavmning cho'nglari Nuh alayhissalomga: "Sening bizni ota-bobolarimiz ibodat qilib kelgan bu butlarga ibodat qilishimizdan to'sqanligingdan sening rostini aniq gumrohlikda ekanligingni ko'ramiz" dedi. Yaxshi odamlarni gumrohlikda deb qarash ozg'un odamlarning ishidir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: "Mu'minlarni ko'rganda bular sheksiz adashqanlar deyishatdi. Kafirlar mu'minlarga: agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular, ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi" dedi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: "Mu'minlarni ko'rganda bular sheksiz adashqanlar deyishatdi. Kafirlar mu'minlarga: agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ladigan bo'lsa edi, ular, ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi" dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimki uydurmadir deydi. Nuh aytdi: "Ey qavmim, men qilchimi gumroh emasman. Lekin men olamlarning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Robbimning elchiligini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Ya'ni payg'ambardan boshqalarda tepilmaydigan payg'ambarlik vazifasini yetkazishga til ravon bo'lgan, qavmiga nasihat qiladigan va Alloh taoloni haqiqiy taniydigan sifatlar tepilishi lozim. Bu vaqtda Imom Muslim mundaq deb rivoyat qiladi: Payg'ambar alayhissalom sahobalari eng ko'p to'plangan Arafat kuni sahobalarga: "Ey kishilar, sizlar men to'g'riliq
sizlar men to'g'riliq so'rilasizlar, shu chaqda nima deb guvohlik bersizlar? deydi. Sahobalar, biz seni haqiqatan payg'ambarlik vazifasini yetkazdi, uni ado qildi va bizga nasihat qildi deb guvohlik beramiz dedi. Payg'ambar alayhissalom buni anglab, avval barmoqini osmonga ko'tarib, andın ulağa qartib, ey Allah guvoh bo'lgin, ey Allah guvoh bo'lgin dedi. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Rabbinglarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar. Ular Nuhni inkor qildi. Nuhni va uning bilan kemida bilim bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Shubhisizki ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. Alloh taolo bu oyatda Nuh alayhissalomning o'z qavmiga mundaq deganligini xabar berdi. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Rabbinglarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar? Ya'ni uningdan ajablanmanglar. Chunki sizlarni azobidan ogohlantirish, Alloh taolaning g'azabidan saqlanishinglarga tavsiya qilish va Alloh taolaga shirik keltirmaslikinglarga chaqirish uchun Alloh taolaning sizlarga rahmat va yaxshilik qilishi yuzidan sizlarning ichinglardan bir kishiga vahiy qilishi ajablanarlik ish emas. Allah Nuhni inkor qildi. Ular Nuhni inkor qildi. Ya'ni ularning uni inkor qilishi, uningga qarshilik qilishi davomlashtirildi. Alloh taolo degandek, ularning ichidan az bir qism kishilar Nuhga iymon etdi. Nuhni va uning bilan kemida birga bo'lganlarni qutqizdik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: biz Nuhni va kemidagilarni g'arq bo'lib ketishdan qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ular gunohlari tufaylidan to'fon bilan g'arq qilindi. Do'zaxga kirgizildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topolmadi. Shubhisizki ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. Ya'ni ular haqni ko'ra olmaydi va uningga erisha olmaydi. Alloh taolo bu qissada o'zining yaqin bandalari uchun o'zining dushmanlaridan intiqom olib berganligini, payg'ambari va mu'minlarni qutuldirib qilib, ularning dushmanlarini halok qilganligini bayon qildi. Alloh taolo yaqin bandalariga yordam berdiganligi haqida mundaq deydi: shak shubhisizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. Nuhning qavmini halok qilib o'tib, Nuh va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni qutqizganidek, dunyo va oxiratning g'alaba va yaxshi oqibatlarini taqvodor bandalarga ato qilish Alloh taolaning tutgan yo'lidir. Ibn Vahib mundaq deydi: men Ibn Abbosning Nuh alayhissalom bilan birga kemida qutulib qolganlar 80 kishi edi. Ularning biri Jurhum bo'lib, uning tili arab tili edi deganligini anglagan edim. Ad qavmiga ularning qarindishi Hudni avatdiq. Hud: ey qavmim,
Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud yo'q, barhaq yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmamsizlar dedi. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari: biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz dedi. Hud aytdi: ey qavmim, men ahmoq emasman, lekin men olamlarning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Robbimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchlik nasihatchiman. Robbinglarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar? O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rin bosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, baslik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Hud alayhissalomning qissasi va Ad qavmining nasabi to'g'risida. Ad qavmiga ularning qarindoshi Hudni avatdi. Biz xuddi Nuhning qavmiga Nuhni payg'ambar qilib avatganimizdek, Ad qavmiga mu Hudni payg'ambar qilib avatdik. Muhammad ibn Ishoq Ad Nuh alayhissalomning o'g'illarining biri bo'lgan Samning nevrisidir dedi. Bular Allah Taala qissasini bayon qilgan Ad qavmining birinchi avlodi. Yana ular yer yuzida eng kuchli sanaladigan Iremning o'g'li Adning avlodidir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Robbingning Ad kuchlik Iremni qandoq jazolaganligini ko'rmadingmi? Bundaq odamlar boshqa shaharlarda yaratilmagan edi. Ad bo'lsa zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Ular kuch-quvvatda bizdan kim ortiq dedi. Ular o'zlarini yaratgan Allohning kuch-quvvati o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi? Ular bizning oyatlarimizni inkor qildi. Ad qavmining yashagan joylari to'g'risida. Ularning joylashgan o'rni Yamandagi Ahqof degan bir qum barxonlari bilan to'lgan makon edi. Muhammad ibn Ishoq Abu Tufaylidan Amir ibn Vasilning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ali radhiyallohu anhuning Hazramaut Yamanlik kishiga: sen Hazramaut zaminidagi paloni yerning bir chetidagi qizil ranglik loydan selingan uylar joylashgan sidra va Iroq daraxtlari qo'yiq o'sgan qizil qum barxonliq yerni ko'rdingmi deydi. U kishi: ko'rdim, ey mu'minlarning xalifasi. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, haqiqatan sen xuddi u yerni o'z ko'zi bilan ko'rgan kishilardek tasvirlading dedi. Ali radhiyallohu anhu: men u yerni ko'rmadim, lekin u yer haqida anglagan edim dedi. Ey kishi, ey mu'minlarning xalifasi, sen ajab u yerni so'rab qolding-ku dedi. Ali radhiyallohu anhu: u yerda Hud alayhissalomning qabrisi bordi dedi. Bu rivoyatni Ibn Jarirmi rivoyat qilgan. Biz bu rivoyatdan Ad qavmining Yamanlik ekanligini va Hud alayhissalomning shu joyga yerlikka qo'yilganligini bilib olamiz. Hud alayhissalom o'z qavmining ichida nasabi eng esil kishi edi. Chunki Alloh taolo payg'ambarlarini ularning qavmining ichidagi nasabi eng esil qabilasi eng hurmatli bo'lgan kishilar ichidan tanlaydi. Lekin Hud alayhissalomning qavmi turqi jihatda nihoyat kuchli bo'lganidek, dilimi nihoyat qattiq edi.
ular butkul ummatlar ichida payg'ambarni eng qattiq inkor qilgan kishilardir. Shunga Hud alayhissalom ularni shirki yo'q bir Alloh taologa ibodat qilishga, uningga bo'ysunishga va uningdan qo'rqishga chaqirdi. Hud alayhissalom bilan uning qavmi orasida bo'lgan munozirlar to'g'risida. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz dedi. Ya'ni xuddi Qurayshning cho'nglari Muhammad alayhissalomning bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirganligiga hayron qilib, u nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alit ish deganidek, Ad qavmi Hud alayhissalomning butlarni tashlab yolg'iz bir Alloh taologa ibodat qilishga chaqirilganligiga hayron qilib mundoq degan. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz. Hud aytdi: Ey qavmim, men ahmoq emasman, lekin men olamlarning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambarman. Ya'ni men sizlar o'ylagandek yolg'onchilardan emasman. Balki men hamma narsani yaratquchi Robbi va egisi bo'lgan Alloh taolo tarafidan haqni elib keldim. Sizlarga Robbimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchlik nasihatchiman. Ya'ni bu elchilikni yetkazadigan, nasihat qiladigan, ishonchlik bo'lgan payg'ambarlarga xos sifatlardir. Rabbinglarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun o'z ichinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar? Alloh taoloning sizlarni Alloh taologa uchrashadigan qiyomat kunidan ogohlantirish uchun sizlarning ichinglardan payg'ambar avatganligidan hayron qolmanglar. Balki shuning uchun Alloh taologa hamd sana aytinglar. O'z vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allah'ның sizlarni ularning o'rin basarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bastik qilganligini yod etinglar. Ya'ni Nuhga ishonmay, qarshilik qilganligi uchun Alloh taolo sizlarni Nuhning qilgan duosi bilan halok qilib o'tgan kishilarning pushtidan o'rin basar qilganligidan va sizlarni o'z millatinglar ichida eng kuchtungur beslik qilib yaratganligidan iborat Alloh taolaning sizlarga bergan ne'matini aslanglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Sura Al-A'raf tafsiridan 69-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.